Xabar berib borayotganimizdek, bugun qadimiy Xiva shahrida an'anaviy qovun sayli boshlandi. Jarayonlarni bevosita kuzatayotgan muxbirimiz Intizor Matchonova birinchi kun tafsilotlari haqida lavha tayyorlagan. Biz hozir Shovot tumaniga tegishli pavilyondamiz. Bu yerda ham ko'rayotganingizdek, bir tomonda o'yin, kulgu, folklor jamoalarining chiqishlari. Umuman bu yerda juda ham bir zavqli davraning guvohi bo'lishingiz mumkin. Qovunlarni tatib ko'rdim. Juda shirin. O'zbek xalqi mehmon do'st xalq. Hammasi yoqimli. Bu yerda har bir tumanga alohida pavilyonlar ajratilgan bo'lib, bu o'zaro mana shu tumanlar o'rtasida, korxona tashkilotlar o'rtasida raqobat muhitini ham yaratyapti. Ya'ni qovun yetishtiruvchilar, fermerlar o'rtasida tanlov e'lon qilingan, bu turli nominatsiyalar bo'yicha baholanadi. Tanlov shartlari mezonlariga ko'ra qovunning eksport qilinishi, uni qayta ishlash va shu kabi bir nechta turlari e'tiborga olingan. Gurlan tumani ham bugun qovun sayliga o'zgacha tayyorgarlik ko'rdi. Bu yerda 13 turdagi qovun mahsulotlarimiz olib kelindi va 2 tur tarvuz mahsulotlari bilan bizlar qovun saylida qatnashmoqdamiz va 30 turdan ortiq mana sabzavotlarimiz bor. Ko'rib, mevalarimiz ham bor bu yerda. Ko'tarinki ruhda, ko'tarinki kayfiyatda tumanimiz ahli shu yerda qovun saylida qatnashmoqdamiz. Sayohatchilarimiz kelib turibdilar, mehmonlarimiz kelib turibdi. Ko'rib xursand bo'layaptilar. Gurlan tumani bu yil 4 xil navdagi qovunlarni eksport qilib turibdilar. Yo'qolib borayotgan qovun turlarini qayta tiklashga ahamiyat beryaptilar. Keyingi 10 yilda o'tkazilayotgan ushbu qovun sayli festivali an'ana tusini olgan va yildan yilga uning nufuzi ortib boryapti desak mubolag'a emas. Bugun ham ko'rayotganimiz ushbu qovun sayli o'ziga xos ko'tarinki ruhda davom etyapti.